Assalamualaikum, hörmətli Uyğuristan Azadlıq Təşkilatının fidakar əzaları. Assalamualaikum, vətən içi və sirtida yaşayotgan barlıq Uyğuristan xalqı. Bugün 5 aprel günü vətənimiz Uyğuristanda Xitay müstəmləkəçilərə qarşı qurallıq partılığın bir hərəkətini xatırlab bu yerga yig'ilib söhbət o'tkazayotimiz. Vatanning sirtida bu vaqtda ilmiy muhokama olib berish, siyosiy muhokama olib berish. Bu harakat qanday qilib 90-yili yuz bergan? Nemishga undan burun bo'lmagan, nemishga undan keyinroq bo'lmay, dal Sovet ittifoqining zavolliqqa yuzlangan vaqti, parchalanishga eng yaqin qolgan vaqti, shuningdek Yevropa'daki nurg'un davlatlar Sovet ittifoqining ta'siridan qutulib chiqqan Germaniya, biz yashayotgan Germaniyaning o'zi Berlin temli yig'ilib, ikki Germaniya birlashayotgan bu ajoyib bir xalqaro siyosiy o'zgarish bo'layotgan bir payt to'g'ri keldi. Mushu to'g'risida bizda texnicha bir muhokama yurgizilmadi. Uning o'rniga biz barin ruhini chet el tirildirmez deb bundan 10 yil burun shunchalik tayyorliksiz holda qurolli harakatni qaytadan biz asli keltirmez, chet eldan hujum qilib kirib vatanni ozod qilamiz. Ya'ni yaqinqi 3 yil ichida vatanni mustaqil bir davlat qurib chiqamiz degan shunchalik bir hayajon bilan chet eldagi nurg'un imkoniyatlar barbod qilinib ketdi. Endi bir vatanni mustaqil qilish uchun qurolliq qo'zg'aldigan harakat, bir davlatni qurib chiqadigan harakat, shuningdek bir zolim hokimiyatga qarshi elib beriladigan erkinlik harakatlari, masalan, O'rta Sharqda bo'layotgan Arab bahori harakati degan o'xshash. Bundaq bir harakatlarninki plan bilan, nihoyat mukammal strategiya bilan, nihoyat mukammal tayyorlik bilan elib berildi. Qanday qilib bu barında qo'zg'algan bu harakat 90-yili bu paytga to'g'ri keldi. Bu harakat g'alabaga erishishni maqsad qilganmi yoki bu harakatning o'zi shunday bir qatimliq tarixda, keyingi tarixda bo'lib o'tgan o'xshash, isyonga o'xshash, qo'zg'alonga o'xshash bo'lib o'tgan harakatmi? Bu to'g'risida hozircha bir ilmiy muhokama, tadqiqot elib berilmadi. Bizniki nurg'un tadqiqotchilarimiz, bu haqda maqola yozadigan, fikr bayon qiladigan nurg'un kishilarimiz Xitoyning bayon qilgan ma'lumotlariga asoslandi. Masalan, barin dehqonlar qo'zg'oloni deb ataldi. Bu barin dehqonlar qo'zg'oloni degan bu gapning o'zini Xitoy mustamlakachilari bizga doim tarixda bo'lgan mustaqillik harakatlarimizni dehqonlar qo'zg'oloni, qo'mul dehqonlar qo'zg'oloni, turpan dehqonlar qo'zg'oloni deb dehqonlar qo'zg'oloni deb ajna singdirib bizga odatlantirib kelgan. Shuni bir davom, ya'ni barin dehqonlar qo'zg'oloni degan gap shu Xitoy mustamlakachilarining bizga singdirgan, bizning mustaqillik harakatimizning mohiyatini, xarakterini, uning nomini o'zgartirib bir mazgillik, ya'ni zulmga qarshi qo'zg'alib chiqqan bir harakat deb buni bizning imimizga singdirib, ya'ni bizda bir mustaqillik uchun harakat bo'lib qolganligini his qildirmayman deb. Bag'ancha ruhni tushkildi masalan. Endi barin markazlashib qo'zg'algan bu harakatning o'zini men bir qancha qatim bu to'g'riliq suhbat etdik vaqtda, lekin 10 yillab bu to'g'risida yozib baxtim internetda. Bu barin dehqonlar qo'zg'aloni emas, bu shu vaqtdagi butun vatan miqyosining, ya'ni bunday aytgan chog'da Qumul Turpan viloyatidan boshlab vatanimizning Turpan viloyati, Aqsu viloyati, Qashqar viloyati, Otish viloyati va Xotan viloyatidan iborat o'rtada, ya'ni Ko'rli viloyati bu harakatga qatnashganlar yo'q bu viloyatdan asosiy sirtda qolgan. Ya'ni G'o'lji tarafdami tayyorlig'i shu barin qo'zg'olonining muavin qo'mondoni deb Xitoy e'lon qilgan Ismoil Ibrohimmi, ya'ni shu oshkorlanganlarni bular. Demak, G'o'lji tarafdan bu harakatga ma'lum tayyorlik qilgan kishilar bo'lgan. Bu asosli 5 fevral
Olacak harekette, şu harekette kozgutulup bola hemmesi pak tez tazınıp bitigilik. Olca taraftaki göşürüm güçler. Demek bu barının özüdeki dihalarının kozgulmayamaz. 92 yıl 9-22 günü şu vaxtki Abdun rayonundaki Parçaq reisi Tümür Davamet bir televizyon nutqu e'lon qildi şu çağda. Yani to'xtamay bu portlatish harakati bo'lib turdi. Shu barning bostirilib bo'lgandan keyin yana to'xtamay Urumchida portlayotgan, u yerda portlayotgan, bu yerda portlayotgan Xitoyga qarshi tushunchsiz portlatish harakatlar bo'lib turgandan keyin Tümür Davamet bir televizyon nutqi e'lon qildi shu vaqtda. O dediki, yana bu Uyghur Abdun rayoniga devletin düşürülgen haqsiz emgak, yani aşağının özü yıllığı 65 gün belgilengen. Lekin joylarda, bu Janub tarafında yerlik emeldalar, nahiye derejelik emeldalar, yezi kent derejelik emeldalar özü xalğanca haqsiz emgakni östürüp yıllığa 160 gündün aşırı etken, yani yılının 20 haqsiz emgaklarni o'tkazayotgandan keyin dehqonlar bak namratlashib ketib, buni chidab bo'lolmay qo'zg'alib chiqqan bu atgan harakatlar yerlik amaldorning nihoyatda yuqori besimiga chidamay qo'zg'alayotganda Tümür Davamet shundoq bayon qildi. U hargizmi bu Uyg'ur xalqi Xitoy hokimiyatining mustamlikasini qabul qilmay qo'zg'aladi deb bundoq so'zlamaydi u. Chunki u Xitoy mustamlikchilarining sodiq g'alchisi. Şu Xitoy mustamlikchilarining siyosatini ijro etayotgan bir jallod bo'lganlikdan u hargiz bizningki inqilobiy harakatimizni mustaqillikqa tashlab, mustaqillik uchun elib berayotgan tushak bo'lsin, mayli cho'ng harakat bo'lsin, bunday harakatni hargizmi mustaqillik harakati Xitoy hukumatiga qarshi bo'lgan harakat demay, yerlik zulmga qarshi, eg'ir besimga qarshi qo'zg'algan bir qo'zg'alon deb shunday bayonot e'lon qilgan. Bizniki axborotchilarimizmi şu Xitoy hukumati tuzib chiqqan bir formula bo'yicha yozib so'zlaydi. Shunda bo'lgandan keyin uni shu barin dehqonlar qo'zg'algan yomon namratlikdan eg'ir zot chidab bo'lg'isiz bir qiyinchilik bo'lib ketganlikdan barin xalqi Zayd Yusufning oqsiga kirib agishib, shunda qo'zg'alon qilgan. Barin xalqining ro'yining o'g'rimizlab yuqorida deb o'tganga o'xshash bu umumlashib ketdi. Chat eldimi? Yani bunu tadqiq qilib rasmiy bir keng ko'lamli buning mohiyatini bu harakatniki bir xalqimizga tushuntiradigan texnik bir umumlashgan bir tashviqot bo'lmaganlikdan odatlanib qoldi. Agar bu barin xalqi bak namratlikka chidamay, Xitoy sog'in zulmga chidab bo'lolmay qo'zg'algan bo'lsa, bizning kuchadin nima uchun bunga bizningki bolalarimiz qatnashib qoldi? Chayar nahiyasida nima uchun qatnashib qoldi? Oqsuv viloyatlaridan Aksu'nun ba'zan nahiyelerinden nemişki bu hareket katlaşıp kaldı. Turpan'dan nemişki katlaşıp kaldı. Gulcu taraftan nemişki katlaşıp kaldı. Xotan taraftan nemişki katlaşıp bu hareketke. Bu hareketke katlaşkan özünü pida kıygan pidakarlar askerlik tizimlenip özünü tapşıqallarının özü asaslık yine mutlak köp kısmı dedik Hallık ailenin balaları. Bəxtlik balalar. Turpan vilayetinden katlaşkan balalarını etsek, buların ailesi yanındaki, yani yaman hallık aileler, bazılar iqtisal cezaga, şu vaxtki Xitoy polisida 200 ming yanlik iqtisal cezaga uçurgan balalar var. Özü 10 yıllık, 15 yıllık türmeye kişiler iqtisal cihatdan, yani bu hareketke iqtisadi töhfə qoşqanda cezaga uçurgan, nomrat emas diyorlar. Turpan vilayetinde bu hareket katlaşkanlarının yıllık üzüm setiş kirimleri yukarısı 500 ming yandan en tövbenin 100 ming yan geçirip yıllık kirim kılılgan balalar bular. Özünün müstakil ticareti var balalar. Şundak adamla katlaştı. Bu kanda kılıp barındaki dehqonlarning bu namratlık chidab bo'lolmay qo'zg'algan barin qo'zg'almay qoldi bu. Bu da emas. Xitoy mustamlikchilari tashviqotni kontrol qilib turgandan keyin bizning tashviqotchilarimizga shuni majbur singdirib vatan ichida shunday tashviqot bo'lgan. Vatan sirtidagi erkin tashviqotlarni shu Xitoy doirasida elib borgan tashviqot materialining asos qilgan bo'lg'achqa chet eldimi shunday umilishib ketdi. Chet elliklarning g'azirdimi bu barin inqilobi qanday qo'zg'algan desa intayin eg'ir nomratchilikdan
chidab bo'lolmay, haqsiz aşağı bardashlik berib bo'lolmay, ondan keyin qo'zg'alib ketgan deb tushuniglik. Qarindoshlar, buni endi mana shunday to'g'ri qaraylik. Endi bir aviam 5-ni deb o'tib ketib, boshqa tema o'tib ketib qoldi. Bir davlatni ozod qiladigan, bir vatanni mustaqil qiladigan bundaq harakat degandan mukammal plan tuzib chiqadigan strategiyachi mutaxassis bo'lish kerak. Adiki bir binoni alaylik. Bir binoni sep chiqish uchun o binoga qurilishda eg'ir yuk ko'tarib ishlayotgan o qurilish ishchilari, tamchi ustamlar o binoningki haqiqiy qurg'uvchisi emas. Binoning qurg'uvchisi arxitektor. Mush yerga 10 qavatli bir bino selindi. Bu binoga qanchalik material ketdi, bu binoning o'lini qanchalik qazildi degan buning hammasini arxitektor tutib chiqadi. Hatto qanchalik muddat ichida bitadigandan tortib, qanchalik iqtisod ketdi, qanchalik olam kuch ketdi, hammasini arxitektor planlab chiqadi. Agar bu arxitektor planni yaxshi tuzmasa, ishlatilgan materialni yaxshi tanlamasa, o bino bardoshlik bera olmaydi. Biz ishlayotgan musiqani misol qilaylik. Musiqani o'tgan yil 925-yilginisi 10 yillik munosabatni o'tkazdi. 10 yil bo'lgan chaqda bino bardoshlik bera olmay, tomlari daz ketib, hozir musiqani taqab remont qilyapti. Hamma bola qaza arxitektorga yuklandi. Binoni ishlatgan materialini Xitoy ishlab chiqargan azam materialini setib olib ishlatgan ekan. Aslida Germaniyada bir davlatda selingan bir bino 500 yillikni planlab selindi. 500 yillik. Hozir 1000 yillik, 1200 yillik bo'lgan 7 qavatli binolar bor Germaniyada. Yani hozir ishlayotgan binolar. Ammo qanday qilib bu bino 10 yil ichida bugungi taraqqiy qilgan chaqda saqan bu bino 10 yil ichida remont qilishga to'g'ri keldi tomlari uchun dast ketdi degan chaqda arxitektor yaxshi planlamagan. Uni saqan tamchi ustamligi gunohi yo'q. Arxitektor qanday materialni ishlatsa deb belgilab bersa, shu materialni ishlatadi. Demak, qarindoshlar, inqilob qilavergan hisoblanmas. Miltiqni ko'tarib chiqavergan hisoblanmas, topgan miltiqni. Endi yana barin inqilobi deb atalib ketdi, yomon atalib ketdi. Shu vaqtda bu tashkilotning o'zi barin tashkiloti emas, Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti. Bu muddatdan burun barin yezdi qo'zg'alib qoldi. Bo'lmagan bo'lsa, bu harakat Aqtu naisini qo'lga elib, belgilangan kun bo'yicha barindi bo'lmaydi aslida. Aqtu naisini ozod qilib, Aqtu naisidagi jandarma atirtini u yerni qo'lga tushirib, u yerdagi qurollarni qo'lga tushirib, saqchi idorasidagi qurollarni qo'lga tushirib, bu yerni butunlay bitjit qilib, naydash chaqmoq tezligida Qashqar viloyatini, valiy mahkamasini, Kommunist partiya binosini, hukumat binosini, 3 cho'ng binoni darhol egallab, bu yerning o'zidagi valiy darajali cho'ng xodimini ko'ra kelib, hech qaysini o'ldirmasdan tirik qo'lga tushirib, bu yerning o'ziga shu vaqtdagi plan bo'yicha Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining oy yulduzli bayrog'ini tiklab, dunyoga bir hukumat qurilganligini e'lon qilish. Undan keyin viloyatlarda yuqoridan deb o'tgan o'xshash bir qancha nahiya viloyatlarda bunga tizimlangan fidoilar o'z turmush yerida qo'zg'alib chiqib, Xitoy mustamlakachilarining muhim tugullariga hujum qilish. Masalan, To'pon viloyatidagi fidoilar 517 numurluq poyezd patlatish. O ishkirga neft etmagan poyezd. Ondan keyin 480 numurluq yo'lovchilar poyezdiga bomba qo'yib, patlatishdan burun ogohlantirib, bu yerga bir vaqa chiqarish. Ondan keyin nuqtaliq temir yo'l bomba qo'yib patlatish. Shuning bilan butun Xitoyninki janubga yurish qilgan jazo qo'shinlarini Turkman viloyatiga kesib, u yerda mashg'ul qilib turish, u yerdagilar butun o'zining jonini sepish badaliga Xitoyning janubga yurish qilgan jazo qo'shinlarini o'sha yerda kesish, butun janubdagi kuchlarning hammasi qo'zg'alib chiqib, janubni umumyuzlik urush joyini aylantirish, shunday cho'ng plan bilan tuzilgan, ammo bu planni kimlar tuzganligi Zayd Yusuf bilan u dunyoga ketdi. Zayd Yusuf naq maydonda urush qatnashdi.
yani şehit oldu. O plan şunun bilan ketdi. Oturda yazıqlıq bir material yok. Ama şundaq planlanğan. Endi şu vaqtın özüde şundaq bir çoğun plan bilen vatanninki Xotan vilayetinden başlap Turpan vilayetigacha şimalda G'o'lja vilayetlergacha bütün muşu rayonunu öz içine alğan keng ko'lamlik bir uruş, tashkillik bir urushni patlatib ep berib, bundan qandaq natijaga erishgan bo'ldi. Shu vaqtda bu vatanning mustaqilligi bo'lamdi. Yoki bir qatamliq qo'zg'olon e'lon qilib dunyoga biz mustaqillikka ehtiyojimiz var, biz Xitoyga bosh egmidi deb bir qatamliq bayonot e'lon qilish uchun berilgan qurbonlik bo'lamdi bu. Yoki bu yetilayotgan kuch bir qatam qirqilib, yo'qolib ketishmidi. Bunun arxitektori qandaq planlanganligi hozirgacha bunun ustida biz yani erkin dünyada bir muhakeme edip bağımlılık. Bu hareketlerin mensupları hozirgacha erkin dünyada bir muhakeme edip berip bir tadqiqot gruppasi qurib, bunun içinde bir fikir yürgizmedik. Yani 90-yıl 5 aprel barında qo'zg'alib ketgan bu Sharqiy Turkiston ozodlik tashkilotining qurolliq harakatidan keyin tuzguvchilari, arxitektorlari balkim chet elda bo'lishi mumkin deydigan gumonlar batdi. Shu vaqtdagi Zaydi Yusufning o'tirib qo'ygan nihoyatda jonliq ko'z qarashlarida, talablarida biz mana shu harakatni qo'zg'ab 2 kun Qashqar Valiy Mahkamasiga bayroq qarab tursak, Afg'onistondan, Seyit ittifoqidan bizga qurolliq yordam keldi degan nihoyatda ishonchli, kaskin gap so'zlar bo'lg'achqa, balkim bu harakatning arxitektorlari sirtda bo'lishi mumkin deb o'ylagan edik. Ammo chet elga chiqqandan keyin xuddi dengizga tushib ketgan jimni izlaydigandek izlab baqdik. Bunda bir ish yo'q. Ondan keyin chet elda, ya'ni vatanning ichida bir qurolliq harakat boshlanish uchun markazi hamon chet elda bo'lishi kerak, siyosiy markazi. Chet elda shunday bir markazning qurilishini orzu qildik. Afsus, unda bir harakatlar keyin qurilgan bo'ldi. Nihoyat tez darajada vatanning sirtidan vatanning ichiga qurol kirgizib harakat qilamiz degan bak tez darajada bu harakatni boshlab chiqib 3 yil ichida bu vatanni mustaqil qilmoqsa, Xitoy bu vatanimizni butunlay yutib ketadi. Bundan keyin bu vatan to'g'riliq gap qilishga hech qanday bir imkoniyatimiz qolmaydi deb shunchalik tez darajada, shunchalik ig'ir ruhiy bisim bilan chet elda g'aylab yurgan, imkoniyat izlayotgan nurg'ulg'an yoshlarimizni harakatga keltirib, o'tqalab, misqazanda o'tqalab bo'lgan beshiga qaymoqtirib, intayin ig'ir barbod qilyapti. Aslida bunday qilmasi kerakdi. Vatanning sirtida siyosiy markaz qurish kerak. Siyosiy baza qurib, bu bazada bu o'tgan tarixiy inqiloblarni tadqiq qiladigan, bundan keyingi bo'lgan inqiloblarga plan tuzadigan strategiyachi olimlar bo'lishi kerak bu bazaning ichida, siyosatchilar bo'lishi kerak, harbiy xodimlar bo'lishi kerak. Askerlarni qanday idora qiladi? Ya'ni miltiq otgan askar tarbiyalaydigan baza emas. Miltiq deganda bidamda aqli bo'ldi. Qo'lga miltiq chiqsa, 5 minutda qanday qilsa, buni albasan etildi desa, etildigan narsa bu. Miltiq etishni o'rganish unchalik bir cho'ng ish emas. Portlab chiqqan yasashmi unchalik cho'ng ish emas. Aşağı Xitoyninki shu vaqtdagi soat sanoatida, soat ishlab chiqish sanoatida 12 soat ishlaydigan soatda shu vaqtdagi kalla bo'yicha 24 soat oylindan qilib, 24 soatda bir soatlik bombani qo'ysangiz 24 soat portlaydigan shunday narsani shu vaqtdagi dehqonlar qilgan. Unchalik cho'ng bir ish emas. Uni olayda chet elga chiqib, chet elda bir tashkillanib, u binosini o'rganib, vatanga kirib bir ish qilmaymiz deydiganlar bunchalik tutadigan bir cho'ng ish emas. Vatanning sirtidagi imkoniyatda tashkilotni qanday quramiz, askarni qanday yetaklaymiz, urushni qanday etib beramiz, bunda qolli qildirgan gap. Bu to'g'riliq o'tgan yilmi deganman, yana takrorlab ketdim. Vatanning sirtida qurol etishni mashq qilishning o'zi intayin og'ir xatarlik. Qanday xatarlik? Odamlarni yetaklab minib, bu qaymoq yurgan, o'zi fido qilib, o'zini yoki fido qilib bir canını pidak vatkan bir yan tapanmay yürgen bunda ot yürek yaşlarını yığıp ekilip biz zade inkılap kılmayız kullarım, vatan azat kılmayız der, kural etişini ögütüp koysanız bununla. Onun için onu toğu yeteklep mağanırsanız o sizin atıdır.
Qo'y 12 yil, 13 yil burun, 15 yil burun bo'lib o'tganga o'xshash sizni aytadigan gap. O qurol yetishni o'rgatish unchalik muhim narsa emas. Gap shuni yetaklaydigan qo'mondonni yetildirish. İmkoniyat bo'lsa, harbiy maktabda o'qitish odamlarni. Miltiq etishni o'rgansiniz, bir odam bir miltiqni ko'tarib berib, ya bir dushman atadi, ya 10 dushmanni atadi, ya o'z ishini atamay turib, bir pay o'qdan o'lib tugaydi bir odam. Shunda qiyinchilik chet elga chiqib, o'zini pido qilgan bir odam bir pay o'qdan tugab ketadi. Agar buni harbiy maktabga berib, harbiy texnika o'rgatgan bir kasb o'rgatsangiz, bu minglagan odamni yetaklab mangadigan, o'lmaydigan bunda bir qudratga aylandi. Nima uchun biz bosqichma-bosqich bu ishni xato planlaymiz. Bizning arxitektorlarimiz zodi kim planlaydi bu ishni? Nimishga bu ish vatanning sirtida fojia bilan oxirlashadi, vatanning sirtida ziyon bilan fojia bilan oxirlashadi. Nimishga o'ch adolat kirdi. Masalan, vatanning sirtida hozir keyingi 15 yilni olsak, odamlarni biz uchrashtirib qo'ysak, birisining qiyinli ishkirak darajada o'chman odamlar. Ular hargizmi chet elga chiqib, birimizni o'chman bo'lib ketamiz deb chiqqanlar emas. O'sha vatanni mustaqil qilamiz deb o'zini pido qilib chiqib, chet elga chiqqandan keyin to'g'ri yetaklab ma'lum bir arxitektor bo'lmag'achqa, bu harakatni tuzayotgan, planlayotgan bir usta bir planchi bo'lmag'achqa, yoki bu harakatning aksida doim Uyg'ur millatini ziyon uchirib turadigan bir planchilar bo'lg'achqa bizning ishlarimiz rivoj topmaydi. Agar yana mushundaq hissiyot bilan, yana mushundaq ilmiy bir usul bilan mangmay, oddiy bir tushuncha bilan, qo'zg'olon hissiyot bilan mashta ma'lum bo'lsak, 100 yildimi o vatanni mustaqil qilish mumkin emas. 100 yildimi. Afg'onistonni Sovet ittifoqining qutulib qo'ydi, butun g'arb dunyosi aralashib. Texchilik mustaqil davlatni qurolmay yerini yuradi. Nimishqa degan chog'da Afg'oniston xalqiga sirtdan kirayotgan arxitektorlar yomon chiqdi. Talibanlar harakati va yana boshqa ushaq milliy harakatlar va bular hokimiyatni qabul qilmaydi, boshqa hokimiyatni qabul qilmaydi. Har xil planlar bilan bular o'z ichida urush qilib shuni to'xtamaydi. Agar bizni ya Amerika yoki NATO kirib Xitoyni qo'llab chiqarib ozod qilib qo'ysa-mu, bu millatimizning ashundaq bir yoshirin bir arxitektorlar yitlab ma'lum ish bo'lsa, xuddi 44-yili Sovet ittifoqi yordam qilib Sharqiy Turkiston mustaqil jumhuriyatni qurdirib bersa, atrofdan Gomindanning yo'l yo'rig'i bilan, Gomindanning rahbarligi bilan bu jumhuriyatga qarshi ichki urush qo'zg'ab, siyosiy urush qo'zg'ab, halok qilayotganga o'xshash mustaqil bo'lib qolgan chig'imizdimi? Bu ichki urush tugmaydi. Afg'onistonning aniq misol bo'ldi bunga. Chet eldagi, ya'ni tashkilotlarimizning orasida bo'layotgan, chet eldagi kishilarimizning orasida bo'layotgan bu yoshirin hal bo'lmaydigan ziddiyatning albatta arxitektorlarni izlash kerak. Bu undaq oson bir odamning hasadxo'rligidan, bir kimlar qilgan ishga chidamag'anlikdan bo'layotgan oddiy ish emas. Buning arxitektori va ish. Oxir ko'rinishi nati qorong'ulikda bu ishning. Endi yig'ib aytgan chog'da chet elda bizda bunday bir ilmiy usulda shakllanmadi. Xitoy bu harakatda men oldingi yil deb o'tdim. Qancha millionlagan material yozib chiqdi. 13 tom kitob yozib chiqdi Xitoy. Mushu 5 aprel barında qo'zg'algan bu harakat to'g'risida shunchalik tadqiqot etib bordi. Ammo bizda texnicha bir kichik bir kitobni chiqmadi. Kitap chiqqan bo'ldi, hammasi Xitoy materialining manbalangan kitoblar, materiallar. Shu to'g'risida material bir kitob nashr qilindi. Ammo haqiqiy qanday qilish kerakdi? Shu vaqtning o'zida bu harakat qaysi usul bilan chiqish kerakdi? Yoki burun chiqish kerakmidi, yoki ma'lum vaqt kutib, keyin chiqish kerakmidi? Bu qanday bu vaqtga kelib qo'zg'alib chiqqan bu harakat? Nimishki shunday bo'lganda keng ko'lamli fikr qilib, bundan keyin shunday harakat qilmoqchi bo'lsak, qanday qilishimiz kerak deydigan bunda bir organ bo'lish kerak buni tadqiq qiladigan. Tashkilotlar qurilyapti, jamiyatlar qurilyapti, yaxshi faoliyatlar bo'lyapti. Hammasi olg'a qarab, hayajon bilan ketyapti. Yana shunday bir arxitektorlar chiqib, xato bir planni tuzib bersa, cho'qim bu xato xariti bilan yana bir qatim nobud bo'lmaydi deb aytolmaydi. Halok bo'lmaymiz deb aytolmaydi qarindoshlar. Hech kim ishonch qilolmaydi. Biz shunchalik ozodlikqa intilgan millat.
miltiqqa intilemez. 90 yıl şu vakitin özüde Xitayning statistikasi bo'yicha mushu harakatga o'zini fido qilganlarning 98% bo'ytoqga. Asosliq yosh qurami o'ttir bilan olsa 24 yosh, 26 yosh o'tirisida. Bular to'lisi to'lqinmay o'zini fido qilib yana saqlab turgan. Demak, o Uyg'urni, o yoshlarni yoki targ'ibot qilib qututishning, ya'ni uyg'otishning hech qanday bir zarurati yo'q bizda. Qanday bir joyda yaxshi bir planni tuzib, buni bir g'albiga yetaklaylik bo'lgan chaqda qo'zg'ab chiqsangiz, tashabbus qilsangiz, shu vaqtning o'zida bir pilib o't yoqishdan nurg'un ko'milgan muddatsiz bombalar portlagan o'xshash portlab chiqdi. Inqilob deganning ajoyib keng ko'lamli boshqa chiqdi. Buning oldidan mablag' bo'lish kerak, to'g'ri, durust arxitektor bo'lish kerak. O'zingiz xohlagancha bir kichkina bir yerga plan tuzmaymi, 10 qavatli bino salaman deb bilan maydonga tushsangiz, yanchukda 5 tanga bo'lmasa, o binoniki bir qavatni bitirolmaysiz. Yetarli mablag' bo'lish kerak bir inqilobni boshlash uchun. O inqilobni qayerdan boshlab, qayerga oxirlashtiradigan plan, tadqiqotchi bo'lish kerak, strategik bo'lish kerak. Onunla aqsatdan bo'lgan yordam bo'lish kerak. Hech nima yo'q. Yosh bolalarimiz yetilib ketib tayyor bo'lib, endi buni sunnat qotaydigan o'xshash bundaqla boshlasa, bu qurbon berishdan boshqa narsa emas. Yani buni maxsus bundaq 5-aprel kuni xotirlash munosabati bilan so'zlaydigan gap emas aslida. Buni rasmiy bir fikr, kollektiv bir suhbat uyushtirib, hech bo'lmagan chog'da buni bir tashviqot darajasiga ko'tarish kerak. Bu qurbon bergan bedel oz emas. 9-5-aprelda qo'zg'algan bu harakat bilan vatan ichida berilgan bedellar oz emas. Biz Uyg'uriston ozodlik tashkiloti bo'lish sifatimiz bilan bu harakat to'g'risida to'xtamay fikr qilib, xalqimizga ikrom orqali yetkazib turishimiz muhim. Men Uyg'uriston ozodlik tashkilotidan shuni talab qilaman. Hurmatli qarindoshlar, hammaga rahmat. Keyingi qatimgacha omon bo'linglar. Ben Çinlilerin altın, gümüş, ipekleri, tatlı sözleri ve diğer değerli hediyelerine aldanmadım. Biz birçok Türklerin onlara aldanıp yok olup gittiklerini ve kulluğa maruz kaldıklarını hiç unutmadık. Ben Allah'ın yardımına sığındım ve ben Türklerin Hakan'ı Bilge Hakan.